Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana 3 ko'zli kameramizni, samolyot kameramiz hozir bittaga ikkita oldilar. Xullas, bu kameramiz qayerga ketyapti Bobxon? Bu kameramiz hop Buxoro viloyati Qorovul bozor tumaniga ketyapti do'stlar. 3 ko'zli, quyosh panelli kameramiz. Xullas, qaranglar mana. O'ng tomonga qilib qo'yamiz, o'ng chap tomonga qilib qo'yamiz. Xolos, endi orqasiga ham qaratib yuboramiz. Pastdagi 360 aylanadi. Odamning harakatiga o'zi borib kelib, aqa-baqa borib kelib yuraveradi do'stlar. O'rtalarda LED chiroqlar bor, sensor datchiklar bor. Odam o'tganda mana 360 ga o'zi borib kelib turaveradi xullas. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa aytaverasizlar. 940 ming so'mga baraka bo'ldi bittasi. Xullas, ikkita chiqarib olyapmiz mana. Xo'p, qayta ekan Buxoro viloyati Qorovul bozoriga ketyapti, tumaniga ketyapti. Mana mana shu kameramizda endi qaranglar. Endi 4 ko'zli ketyapti, Jizzaxga ketyapti akalar. 4 ko'zli ketyapti. Sharof Rashidov tumaniga ketyapti xullas. Aloqaga chiqib qo'yamiz. Dastlabki bepul 32 talik original chip doimiy bepul do'stlar, yetkazib beramiz bepulga.